va keyingi katta yo'nalish bu albatta startaplar. Chunki Amerikadan o'rganadigan masalamiz bu startap ekosistemasi. Startapni baribir rivojlantirish bo'yicha muhit Amerikada o'sha Silikon vodiysida ham boshqa shtatlarida ham juda yaxshi rivojlangan. Biza ko'proq shu startaplarimizni rivojlantirishda Amerikaning tajribasidan o'rganishimiz kerak bo'ladi va u yerdagi startapni ekosistemasida ishlaydigan kompaniyalarni ko'proq olib kelishimiz kerak. Shulardan bittasi Plug and Play degan akselerator bor. Plug and Play akseleratorini O'zbekistonda ofisini ochganmiz. Va bu nafaqat O'zbekistonda. Birinchi marta u O'zbekiston hududlarida ham o'zini ofisini ochyapti. O'zbekistondagi ofisi bu sobiq Sovet davlatlari hududida eng katta ofis hisoblanadi va O'zbekiston ichida birinchi marta shu Buxoroda va Vodiyda o'zini ofisini ochish reja qilyapti. Bu nima degani? Ertaga bizani ko'proq startaplarimizni Amerikadagi katta kompaniyalarga chiqishga yordam beradi va ertaga ularni o'sishiga, masshtabirovanyasiga, kengayishiga imkoniyat bo'ladi. Plug and Play orqali adashmasam bir hozirgi kunda 35 tami unicorn chiqqan. Unicorn degani $1 milliard yuqori baholangan startaplar. Biza ham maqsadimiz sekin-sekin shu yoshlarimizni g'oyadan to o'sha unicorn darajasigacha olib chiqadigan ekotizimni shakllantirish va bu yerda Amerikaning tajribali startap bo'yicha ishlaydigan, ekosistemada ishlaydigan kompaniyalarni O'zbekistonga ko'proq jalb qilishimiz kerak.